Selam dostlar. Sizning bilan Şayan rəssam. Şayan rəssam bo'lish uchun narsalar kerak? Oq qog'oz biti, qora marker, yaisa flomaster, turli tusdagi bo'yov qarandoshlari. Tuslarning ko'proq bo'luvi yaxshi. Bizning rasmga nindi tusdagi qarandosh kerak bo'luvini oldin bilib bo'lmaydi. Qarandoshlarni yaxshi etib ishlarga unutmag'iz. Bugun biz sizning bilan pushiy rasm yasaymiz. Sizning shin pushiy ko'rganingiz bo'lsa, rasmni yasash yengil bo'lacak. Meni ortdan qavatlab borig'iz. Boshda pushiyning boshini yasaymiz, ondan so'ng gavdasin, qatlovli tugul bit, nibari 2 tugarakkina. Ondan so'ng 4 oyog'in. Ko'rasizmi? Shulay bek yengil. Qaridak oyoqlari uzunroq, o'rtadagilari qisqaroq. Mana shulay. Boshi, gavdasi 1, 2, 3, 4 oyoqlari sho'yan rasm bo'lwa o'rtugil. Pushining zo'r motor mugizi bor bitali. Shu mugizi bo'lganga boshqa hayvonlar pushiga ehtirom bilan qaray. Qaybirlaring qo'rquvga da sola. Aydagiz, pushiga mugiz yasaymiz. Quloqlarin, ko'zlarin ham og'zini unutmayq. Bizning pushidan qo'rqmasinlar uchun kirfiklar da yasab qo'yig'ali. Mana ol dunyodagi eng marhamatli, aqlli pushi. Biz narsanidir unutdik shekilli. Qayrog'i yo'q bitali. Oni yasab qo'yib bek yengil. Mana shulay. Boshina mang'ay shashi, gavdasini ish tugarak yasiq. Bek yaxshi kelib chiqa. Pushi qorong'u o'rmonda da yaxshi yugura. Shunga ko'ra biz ularga tuyoq yasab qo'yiq. Tuyoqlarini oddiy etib yasab bo'la, oyoqlarini yo'llar sizamiz, ondan qora tusga bo'yimiz. Bir o'kshitga shag'ara ko'rmagiz. Puxta etib bo'yag'iz. Menim kabi. Mana shunday yo'l bizning pushi. Hozir ana bo'yarga kerak. Pushi nindi tusda bo'la? Ko'ran qarandosh olamiz albatta. Boshda boshin bo'yimiz. Pushi bek aqlli hayvon. O'rmondagi eng zo'r hayvonlarning birisi. Hozir gavdasin bo'yimiz. Bilasiz kelsa, pushilarning ko'pchiligi bizning elda yashay. Siz ularni ovullarga yaqin o'rmon bo'ylarida ko'ra olasiz. Ham hech cheksiz shundoq tanirsiz deb ishonam. Oyog'ini bo'yab chiqamiz. Yaxshi. Qayjiri bo'yalmi qoldi? Diriz, quloqlari ham quyrug'i bilan mang'ay shashi. Afarin. Bek yaxshi. Aydagiz, hozir mugizin bo'yimiz. Qarandosh olam, nindi tus bu? Ayye, kishir sari. Ol yaxshi etib ishlangan. Bunday qarandoshlar bilan ish etib yengil. Burnin bo'yamaganmiz bitali. Nindi tus olam? Ayye, sari. Burnin bo'yab qo'yiq. Iskitkish motor bo'ldi bizning pushiyimiz. Siz pushilar to'g'risida narsa bilasiz? Ular narsa oshilar? Ayye, ulan, chechaklar ham turli o'simliklar bilan to'qlana pushiy. Bizning pushiy olamda chechaklar izlab yuridi. Markerini olamda ulan rasm yasayim. Ağır tugel, benim artdan qavatlag'iz.
Чәчәкләр ясап куйык. Аны күпме ясыйсыгыз килә, шул кадәр ясагыз. Мин менә 4-не ясыйм. Үлән нинди төстә? Яшел. Бәлки зәңгәрдер? Юк, шаярам гына. Әлбәттә, мин үләнне яшелгә буйым. Чәчәкләрнең яфракларын да яшелгә буяп куябыз. Безнең алан нинди ямьле була. Чәчәкләрен дә буйык. Бу 2 чәчәк кызыл төсле булсын. Сез үзегезгә ошаган төсне сайлагыз. Чәчәкләр бик күп төрле. Икесен ак килеш калдырам. Уртасын сыйык сарыга буйым. Шулай итеп, алан әзер. Пошый, көне буе аланда утлап йөри ала хәзер. Чәчәкләргә дә, пошыйга да якты һәм җылы булсын өчен кояш ясап куйык. Тәрәзәдән карап ал әле, дустым, кояш нинди төстә? Дөрес, сары. Бар да әзер. Әмма барбер нидер җитми. Пошыйга да күңелсез шикелле. Әйе, аңа иптәш кирәк. Һәр кемнең дә иптәше булырга тиеш. Кара маркер алык. Пошый, таныш бул. Бу кыш синең дустың. Сез чын дуслар булырсыз. Эй, күрегез, Пошыйның күңеле күтәрелде. Ул елмая башлады. Дусларым, сез дә шат күңелле булыгыз. Миңа булышканыгыз өчен рәхмәт сезгә. Сау булыгыз.